Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videomiz qizil gilam so'raganlar uchun maxsus bo'ladi. Qizil gilamlarimiz juda ham chiroyli variantda. Tovlanishi bor ularni. Ikki xil tovlanadi. Bir tarafdan ochiq, bir tarafdan qarot qizil bo'lib ko'rinadi. Tovlanishi. Juda ham chiroyli. Ko'rishingiz mumkin. Patlari ham yumshoq. Poliester, polipropilen materiallardan to'qilgan. Sifatlari juda ham zo'r. Yaxshi material. Qizil gilamning arzonroq varianti ham bor. Tovlanmaydi bu gilamimiz. Tovlanishni bilmaydi. Bu gilamimiz ham qalin. Sal arzonroq bo'ladi bu gilamiz. Orqalari to'qilgan. O'tgan safargi videomizda skidkaga tushgan gilamlarimizni obzor qilgandik, ko'rsatgandik sizlarga. Mana bu gilamimiz ham skidkaga tushgan gilamlarimizdan. Qalinligi juda ham zo'r. Yana bir bor ko'rsataman qalinligini. Qalinligini ko'rishingiz mumkin. 1 metr kvadrati 180 ming 200 ming so'm sotilgan bo'lardi. Qalinligini ko'ryapsiz. Fasoni ham juda ham chiroyli variant. Gullari ham juda chiroyli. Qalinligi juda ham qalin. Hurmatli kuzatuvchilar. Juda ham qalinligi. 1 metr kvadrati 180 ming 200 mingdan sotganmiz bu gilamlarni. Skidkaga qo'yganmiz bularni. 1 metr kvadratini 100 mingdan qilib qo'yganmiz. Bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Bu gilamlarimizda hali juda ko'p. Bemalol o'rganasizlar. Keyin undan ko'ra sal qalinroq varianti bor. Mana bu gilamimiz Urgaz zavodining Bagoza nomli gilami. Sochiqlik, qalinligi juda ham qalin demak. Qalinligini ko'ryapsizlar. Oyoq bossangiz oyog'ingiz bemalol botadi. Avvalgi gilamlarimiz ham bor. Mana bular avvalgi gilam. Har xilidan bor. Ko'k, qizil, oq. Mana bu gilamimizni ko'rsatamiz. Bagoza nomli gilamimizni. 1 metr kvadratini 135 mingdan qilib beramiz. Qalinliklari juda ham zo'r. Butun umrlik narsa bular. Urgaz zavodining Bagoza nomli gilam. 1 metr kvadratini 135 mingdan qilib beramiz. Bular lekin juda ham kam qolgan. Ulgurib qolsanglar dastavkasini ham qilib beramiz. Yana qizil gilamlarimizdan yana ko'rsatamiz. 1 metr kvadrati bularniki. Buni ham sifati yaxshi, qalin. Bu gilamlarimiz tovlanmaydi. Lekin sifati qalin. Yursangiz oyog'ingiz botadi. Sifati juda ham yaxshi. Bu gilamlarimiz
3 ga 3 razmerda bo'ladi bu gullarimiz. Sifati qalin. 1 metr kvadratdan bulardikini 100 ming, 90 ming sotganmiz bulardikini. 1 metr kvadratini. Urgaz zavodini Kenza nomli gulani. Buni hozir skitkadagi narxi 70 ming so'mdan qilib beryapmiz. Sifatlari yaxshi. Bemalol 10 yil, 15 yil ishlatsangiz bo'ladi bu gullarni. Endi katta razmer so'raganlar uchun katta razmerlarimiz ham bor. 4 metrlik, 4 ga 4, 4 ga 6, 4 ga 7 razmerdagi gullarimiz ham bor. O'sha nusxadagi qizil variantlaridan bor bu ham. Qizil, oq har xil varianti bor. Xuddi boya ko'rsatgan gullarimiz faqat nimasi 4 metrga 4 metr razmerdagi gullar. Guli ham shu bilan bir xilda bo'ladi. Yana daroshkalarimiz bor. Daroshkalar skitkaga tushgan gilamimizdan daroshkalari. O'zi nomli gilam. Qalinligi juda ham qalin. To'rt metrlik metrajlarimiz bor. 3 metrliklari bor. 3 metrliklari bor. 320 liklari bor. Keyin 3,5 metrliklari bor. Bu yerda tayyor gilamlarimiz ham bor. Har xil variantda bo'ladi. Har xil razmerlarda bo'ladi. Agar razmerlaringizni beradigan bo'lsalaringiz, o'sha aytadigan razmeringizni o'zida qilib tayyorlab beramiz. Aytadigan razmeringizni o'zida qilib, o'sha burchaklari bo'ladigan bo'lsa, burchaklarini qirqib, tayyorlab, aytgan razmeringizni qilib tayyorlab beramiz. Xohlagan variantlaringizdan, xohlagan gullaringizdan qilib beramiz. Agar videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsalaringiz, sizlarga kattakon rahmat. Shu vaqtlaringizni ajratib ko'rganlaringiz uchun. Agar foydali video bo'lgan bo'lsa, bitta like bilan podpiska bosib qo'yish eslaringizdan chiqmasin.